Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Obyektimiz ham Xudo xolasa nihoyasini yetyapti. Fotoğraflar Xudo xolasa tayyor olib bordi. Svetadiot lentalarni to'shadik. Materiallar tortildi. Zinamizni ham perillalarni qo'ydik. Stoykalarni ertaga valyasinalarni o'rnatamiz. Fermis deb chaqirdim. Şimdi olib chiqdi bu benim. Yanımız ham natijnoy lenta tashalgan. Zinamni şimdi olib burilib chiqdi. Chakki zina. Videomiz endi ustalar xizmatine bir like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. İnşallah. Fotoğraflarımız. Vida svetadiot lentalar yok. Lampışka koyuldu. Prosta 5 tarafına lampışka koyuldu. Her tarafta 4'ten, ortada 2'li sıra oladı. 2 havuz oldu bir yer. Lesnisamızın yukarıdan görünüşü inşini olub çıktı yine lesnisamız. Onu altı stupenka bilan çıktı bir yer. Balandligi limon baland emasdan shuning uchun. O'zi 5ni 18 20 atroflarida bo'ladi dedi. Sağ olun, selamet olun.